Bu yil ham maktablarimizda so'nggi qo'ng'iroqlar yangradi. Ammo bu yilgisi quloqimda boshqacha jarangladi. Sababi bu yil bizning so'nggi qo'ng'irog'imizga, maktabni bitirganimizga 20 yil bo'ldi. Aziz ustozlarim, sinfdoshlarim, bu aytarlik ulug' sana va bayram bilan barchangizni tabriklayman. Va ushbu she'rimni qadrdon sinfdoshlarimga bag'ishlayman. Azim qishloq, mo'jaz maktab, quchog'ida o'sdik yayrab, bolalik ham o'tdi, umr oqar daryo ekan yorab. Bugun sinfxonamizdan 20 yil olis yoshim. Ayriliqqa 20 yil to'ldi bugun sinfdoshim. Qushday uchib ketdik har yon, turfa manzil har qayoqqa. Nahot 20 yil to'ldi bizning so'nggi qo'ng'iroqqa. Chalingani qulog'imda kechagiday jarang yurung. Oxirgi dars, xayr ustoz, shirin diydor, sodda gurung. Sinfdoshlar, kechagiday eslayman ko'z oldimda siz. Va hamisha jurnal bo'yicha qalbimda va yodimdasiz. Sizni yodga qaytaradi quchog'iga har qaytganim. Biz o'qigan mo'jaz maktab, ona qishloq, zarmitanim. Katta bo'ldik, ota bo'ldik. Bu yillar silsilasida qancha orzu armon kechdi 20 yil orasida. Do'st degani bolalikdan Xudo bergan baxtdir yarim. Chin do'stlik, sadoqat uchun rahmat sinfdosh jo'ralarim. Go'zallarim, qora ko'zlar, oqila sinfdosh qizlar. Siz bir umr xotiramda 18 da qolasizlar. Uzun sochlar, mehribonlar, nozik ko'ngil bilakchalar. Siz men uchun bu dunyoda eng beg'ubor yurakchalar. Bu hayotning yo'llarida goh yugurdim, goh qoqildim. 20 yil mobaynida barchangizni teng sog'indim. Sinfdoshlar, ustozlarim, hammanglar mani jonimga. Toki diydor ko'rishguncha omonatsiz Xudoyimga. Omon bo'ling, sinfdoshlar. Sizlarga baxt tilab men kim? Cheksiz sog'inch salom ila 11A Bozorov Erkin.